Videolarim Reels'ga sig'magani yetmagandek oyoq kiyimim uyiga sig'may qolsa bo'ladimi? Как раз mana shu shippakni olsam, to'yim kuni kiysam cho'tki bo'lar ekan. Endi bunga mos kelin ko'ylak topsam bo'ldi ekan. Mana bu narsacha ajoyib ekan. Tasavvur qilinglar, shunday hamma yog'ini yasatib, tar-tar qilib zaksga borsa qanday bo'lar ekan? Bu karisvatchalarga gap yo'q. Mana bu yerda eski suvini sutni sog'ib hammaga tarqatyapti ekan. Eski zamon TikTok'ini topib oldim. Bu yerga chiqib olib shartga shart qilishingiz shart emas ekan. Shartda qo'lingizni ko'tarsangiz mashhur bo'lib ketaverar ekansiz. Aylanib yurib ko'zim bir narsaga tushib qoldi. Ishoninglar, bu mushuk simon kuchukmi yo kuchuk simon mushukmi? Yoki buni dadasi kuchuk, onasi mushukmi? Shuni nimaligi farqiga bormadim. Bilganlar kommentga yozib ketinglar. Bu kachalaga umuman tushunmadim. Sog'lom odam chiqmaydi. Oshqozonida muammosi bor odam chiqadi. Sababi kachaladan tushgandan keyin manaqa qilib most tagida oshqozondagi muammoni chiqaradi. Xullas uyga qaytishga Pusanga ketayotgan poyezdga chiqib zombilar bilan ketamanmi desam, bitta ham zombi ko'rinmaydi. Nimaga unaqa desam, Ramazon oyi-ku roza tutgan ular ham deb esimga tushib qoldi.